Ehtiyot bo'l, belimni sindirasan, hoy. Shohim, siz so'ragan bola Kamoliddin Behzod. Forsiyda yozganlarimga shu nomni qo'yaman. Bosh ustiga olampanoh. Adashmasam Al-Xorazmiyda Al-Xorazmiyning otasiga ovoz berdim. O'qibsan. Ha, kutubxona ustalariga nega aytasan shuni? Al-Farg'oniyda dehqonga ovoz berdim. U ham juda qiziqarli rol edi. Yo'q, hali kelmadi. Lekin ishonaver, aytdimi albatta keladi. Kamoliddin Behzod haqidagi multfilmda Alisher Navoiyning yoshligiga ovoz berib kelyapmiz. G'iyosiddinbek o'g'li Alisher. Samarqanddan kelyapman. Meni quvontiradigan bir narsa shuki, bular har doim bolalarimizga motivatsion, ya'ni ruhlantirish orqali bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradigan, ertangi kunga harakat qilishim kerak ekanman ham, ajdodlarim katta insonlar bo'lgan ekan degan mazmundagi multfilmlar yetishtirish bilan bular mashg'ul bo'lishadi. Astir animatsion studiyasiga omad tilab qolaman. Bundan ham yaxshiroq 1,5 soatlik katta multfilmlarda ham birga ishlashni nasib qilsam deb qolaman.